Diqqat! Ushbu video material faqat ko'ngil ochish uchun mo'ljallangan. Biz kimnidir yoki nimanidir haqorat qilmoqchi emasmiz. Biz Minecraft xonasida 100 kunga qamalib qoldik. Toki biz Minecraftdan o'tmaguncha. Wow! Grafikasi chiroyli ekanmi? Mana bizning lo'rsuvlarga bir qarang. Xo'sh, nimadan boshlaymiz? Birinchi navbat ovqat kerak. Men daraxt chopaman. Biz realistik Minecraft ekanmiz. Au! Ha, jin ursin. Bizning barchamizga javob qaytaradigan kiyimlar bor. Agar o'yin davomida biz qandaydir zarba oladigan bo'lsak, bizga ham zarba kelib tegadi. Ha, bo'ldi, ishlayapti. Faqat kuch ishlatmanglar. Au! Demak ishlayapti. Qancha ko'p zarba, shuncha ko'p og'riq degani. Yo'q. Do'stlar, axir biz bir jamoamiz-ku. Men bir qishloqni ko'ryapman. Men ehtiyot bo'lib boraman. Agar zarba kelib tegadigan bo'lsa, meni to'kiradi. Mana bu yerda sabzavotlar va bug'doy bor. Menda ham ozuqa bor. Biz 100-kunga tayyorgarlik ko'rishimiz kerak. Chunki o'yinning oxirida hardkor rejimi yo'qoladi. Bu degani bizning bitta imkoniyatimiz bo'ladi. Agar 100 kun ichida biz Ender ajdarhosini o'ldirmasak, biz blenderga bor narsalarni solib, uni ichamiz. Yo, xudoyim. O'lay agar qayt qilayoraman. Ha demak kech tushib qoladi. Jirorsan, kechqurun maxluqlar paydo bo'ladi. Maxluqlar bu og'riq degani. Quyosh botishiga bir qarang. Haqiqatan ham juda ham chiroyli ekan. Yana bir narsa. Agar Minecraftda kechqurun bo'ladigan bo'lsa, demak biz ham uxlaymiz. Yo'q, rostdanmi? Ura, uxlaymiz. Bo'ldi, uyg'onamiz. Ertalab bo'ldi. Yaxshi. Bu kiyimdan meni qornim og'riyapti. Men esa har bir zarbani his qilyapman. Yana bir narsa. Bizning ovqatimiz faqatgina Feastables emas. O'yinda nima yesak, hayotda ham shuni yeymiz. Agar steak bo'lsa yomon bo'lmasdi. Agar sen o'yinda steak tayyorlasang, demak steak mana bu eshikni taqillatib keladi. Bo'lmasam men ishga kirishaman. Men qovoq olib kelaman. La'nati, men payqadim sen nimani o'ylaganingni. O'tgan galgi videoda chakakning boshiga qovoq kiydirgan edik. Endermenlar bizni ko'rmasligi uchun. Bugungi videoda ham shuni qo'llaymiz. Kallangga qo'yil. Qovoqli pirogga nima deysiz? Qo'yil. Men yo'q demasdim. Biz Ender ajdarhoni mag'lub qilishimiz kerak. Och qo'ringami? Xo'sh, gulxanni qayerda yoqamiz? Menimcha mana bu tog'ning tepasida yoqsak kerak. Chunki hamma joy yaxshi ko'rinadi-da. Mayli. Quloq solinglar. Hamma bu yerga kelsin, bu yerga. Mana bu manzaraga nima deysiz? Ajoyib. To'g'ri, juda ham chiroyli. Baza qurishimiz uchun ajoyib joy. Yomon emas. Kim yog'och kovlab olishni bo'yniga oladi? Mana menda. O'zi seni tanlamoqchi edim. Men bilganim uchun qo'limni ko'tardim-da. Xo'sh, kim men bilan kovlashga boradi? Qara olg'a. Senga omad tilayman, haydarchaman. Men ham sizlar bilan bormoqchi edim. Mana 3-kun va nihoyat biz ishga kirishga qaror qildik. Mana daraxtlar, yana men sizlar bilanman. Men esa g'orning ichidaman. Xo'sh, men ham mana bu yerga tushdim. Men temir topdim. Men yana chuqurroqqa tushmoqchiman. Jirorsan, bu yerda zombilar ko'p ekan. La'nati skelet. Bo'ldi dedim, bo'ldi. Shuning uchun jonim juda ham tez ketyapti-ku. Shoshma. Shu madam jibi sen o'ldingmi? Jinursin, skeletlar qachondan beri 3 to'yq bilan o'ldiradigan bo'ldi? To'g'risini aytsam, meni ko'p tok urgandan endi boshim og'riyapti. Sizlarda ham shunday bo'lyaptimi? Shunday. Do'stlar, kech ham tushib qoldi. Uxlasang yaxshi bo'lardimi? Oshnalar, uxlaylik, men bir o'zim qo'rqib ketyapman. Do'stlar, uyg'onamiz. Jimmy hali uxlabdimi? Qani bo'l, ishlash kerak. Borgansan, yolg'on bilan boryapsan oshna. Sizlar so'rashingiz mumkin, nima uchun biz tez charchayapmiz? Chunki syomkani juda ham kech boshladik. To'g'ri, men Anilan dublyaj o'z kanalimga dublyaj qilgandan so'ng bu kanalga dublyajni boshladim. Qani bo'lmasam boshladik. Biz jangga tayyorgarlik ko'rishimiz uchun bir necha kunimizni olmos qidirishga sarfladik. Umuman olmos yo'q-ku. Haqiqatan ham umuman olmos yo'q. Kimdir olmos topdimi? Yo'q hali. Haydarchaman daraxtlarni chopgancha biz olmos qidirishda davom etdik. Jin ursin, olmos qidirish uchun boshqa g'orga boramiz shekilli. Chandler, bunga bir qara. Nima, olmosmi? Bunga bir qara. Qancha, 100 ta topdingmi? 4 ta. Olmoslik kirka yasayin. To'g'ri aytasan, olmoslik kirka yasayman. Olmoslik kirka deysanmi? Menda bolta bor, u ham bo'lsa yog'ochdan. Bizda yetarlicha olmos bor, mana endi bazaga yig'ilamiz. Do'stlar, Nolanning orqasidagi televizorga bir qaranglar. Pochka pullarga o'xshaydi-ya. Qaranglar. Bo'ldi, dam olamiz.
Bilan nima bo'lyapti? O, seni o'ldirishdi. Nima, men o'ldimmi? Ha, sen o'lding. Seni sklet otib o'ldirdi. O'zi zo'rg'a haydarchaman yog'ochlik bolta yasagan edi. O'sha ham ketdi. Oy, Haydar Chabar, o'zi qayerda ekanligingni bilardingmi? Haydarchaman, sen bazaga yaqin joyda bo'lishing kerak edi. Ha, men o'sha yerda yaqin edim. Mayli, esingga kelganda bazaga qaytarsan. Jin ursin, men ham o'lishimni qayerdan bilaman? Men kravatga o'tmagunimcha hech nimani his qilmadim-da. Xullas, haydarchamandan boshqa hamma men bilan yursin. Biz port quramiz. Birinchi navbatda bizga yog'och kerak. Chunki bizning o'rmonchimiz yaqinda o'ldi. Yo'q, jin ursin. Men sayr qilib yurganimda birozgina yog'och tergan Sen edim. o'lib qoldingmi? Yo'q. Bo'lmasam 5 ni tashla. Menga ham 5 tashlangan. Au! Jirursa bo'ldi, meni to'kuryapti. Men mana shunday landshaftlar noto'g'ri bo'lgan bazalarni yaxshi ko'raman. Chunki ular idealni bo'lmaydi-da. Bo'lmasa mana shu yerdan boshlaymiz. Nima, devor tagidanmi? Qani ishga kirishamiz. Biz bazani mana shu yerdan qurishni boshlaymiz. Chandler kirish yo'lini taxlayapti. Nolan esa fermani boshladi. Do'stlar, dam olmaymizmi? O'ldi, yaxshi fikr. Ibi la'nati. Jin ursin, Ay, men kravat kravatni sindimi? sindirdimmi nima balo? Men senga aytgan edim, kamroq sakragin deb. Men uxlamayman. Chandler, bunga bir qara. Nima deb o'ylaysan? Bu nima uchun bizga kerak? Men qayerdan bilaman? Tushunmadim, nima uchun bunday qilding? Demak, bu bahaybat mayak. Haydarchaman yo'lni topib kelishi uchun. Abo, yana ustimdan kulyapsizlarmi? Menimcha bu mayakni ko'r odam ham ko'radi. Qo'yli, men haqiqatan ham uni ko'ryapman. Do'stlar, kimda qanday g'oya bor? Wow, ko'rinish yomon emas oshna. Yo'q, vobshe dahshat. Agar qurilish videosi bo'lsa, meni ham chaqiringlar. Mana qoramollar ham ko'payishni boshladi. Yo'q. Bazamiz chiroyli bo'lib boryapti. Chandler qurishda davom etyapti. Fermamiz ham bor, mol-hollar ham va kerakli materiallar ham bor. O'zi olmos va temir materiallarga kiradimi? Mayli, jibi zerikma, xato kimda bo'lmaydi deysan. Do'stlar, hamma bu yoqqa yig'ilsin. Kimdadir steak bormi? Menda 21 ta mol go'shti bor. Biz bu xonada anchadan beri o'tiribmiz. O'ylaymanki, hammangiz och qoldingiz. Ochlikdan Albatta, och o'ylayapman. qoldik. Agar o'yinda go'shtni mana bu vulqonga tashlasangiz, masalan, mana bu mol go'shtini 1 daqiqadan so'ng u bizning eshigimizda tagida bo'ladi. Yo, toma, bu haqiqatan ham steakmi? Albatta, Minecraftdagi steak. Agar xom go'shtni tashlasak, bizga ham xom go'sht keltirib berishadimi? Oshna, unday qilma. Unday qilma. Mayli, olovga sabzini tashlayman. Keyin esa steak, keyin esa kartoshkani. Shoh tanovvur qilmoqchi. Nolan, eshityapsanmi? Eshikka borib qara. Jin ursin. Ana, eshikni ochaylikchi. Ko'rinish qanday ekan? Yo! Mana buni sabzi desa bo'ladi. Do'stlar, menda bitta g'oya keldi. Agar vulqonga tortni uloqtirsakchi? Shunaqa qilsa ham bo'ladimi? Bo'la qolinglar, tort uchun nima qilish kerak? Men barchasini bajaraman. Hoy, shoshmanglar. Biz Ender ajdarhosini o'ldirmoqchi edik. Agar men ochlikdan o'ladigan bo'lsam, Ender ajdarhoni o'ldirishdan nima foyda? Biz Nolan bilan Nether uchun resurslar yig'ayotganimizda, Chandler bilan Haydarchaman bazani qurishga kirishdi. Xo'sh, demak bunday qilamiz. Bitta kravatni mana bu yerga qo'yamiz, ikkinchisini esa mana bu yerga. Xo'sh, mana bu yerda esa chiqadigan yo'l qilamiz. Aha, tushunarli. Haydar Chabar, anchagina o'zgaribsan. Albatta o'rganaman-da. Jin ursin, shinamgina bo'ldi. Do'stlar, men bazaga qaytdim. Koridor umuman dahshat-ku. Qo'yil, zo'r quribsizlar lekin. Bo'lmasa barchani bu yerga chaqir. Ana shuni ovozi menga yoqadi. Tushunmadim, bunaqa tovush qayerdan keldi? Ovozni eshitgan bo'lsangiz, barchangiz shu yerga yig'iling. Haydar Chabar umuman otga minmagan ekan. Ha, to'g'ri. Mana bu egar rol, mana bu otga taqadigan tillora ham ol. Rostdanmi? Mana endi mening ham otim bo'ladi. Otmi? Qani men qayel otni ichi. Mana endi ot ko'taramiz. Men seni Baytal Chaman deyman. Bilasizlarmi nima do'stlar? Yana nima bo'ldi? Bugun 40-kun. Biz Netherga yo'l olish uchun butunlay tayyormiz. Bo'ldi, portal tayyor. Qani do'stlar, olg'a. Bo'ldi. Olg'a. Nether. Wow, realistik hayotdagi Nether. Qani olg'a, Nether. Nether. Baqirmasdan kiraveraylik. Bo'pti. Olg'a. Bilasanmi Nolan, uni gaplariga quloq solma. Jin ursin, men 100 yildan beri Netherga kirmagan edim. Hidi salgina sassiq ekan. Sen hidlama. Gaz otyapti. Haydar Chabar, ehtiyot bo'l.
Hoy, esingizdan chiqarmang, biz Nezerdamiz. Balki mana bu yo'lda yurarmiz, ozgina osonroq o'xshaydi. Men Haydar Chamanga ham qarab turibman, biz ko'rmaganimizda o'lib qolmasin deyman. Men esa Nezer qo'rg'onini izlayapman. Nezerda bizda ikkita narsa kerak: olovli tayoqchalar va kiray marvaratlari. Topdim. Houston aloqada chiqing. Houston, yaqinroq qilyapman. Qara nimani ko'ryapsan? Nefrit spawnerlarni ko'ryapman. Bu yerda hali nefritlar yo'q ekan. Biz sekingina bildirmasdan borib, u yerni shipshidon qilib kelsak bo'ladi. Xo'sh, nima deysizlar? Shipshidon qilib kelamiz deysanmi? Do'stlar, agar nimadir uchib keladigan bo'lsa, og'riqlarga tayyor turinglar. Xo'sh, bo'lmasam birinchi bo'lib sen borasan. Eng yaxshilarini esa biz orqaga qoldiramiz. Nolan, sen nima deysan? U haq gapni gapiryapti. Ustimdan kulyapsizlar, ha? Haydar Chaman, ishora ber. Jimmy seni ustingdan kulmoqchi emas. Xullas, Haydarchaman, sen tayyorgarligingni ko'raver. Meni ko'nglim sezyapti. Birinchi men o'laman. Shoshmanglar, birinchi navbatda qurish uchun bloklarni tayyorlanglar. Ifritlar bilan jang qilish uchun Chandlerda ajoyib g'oya bor edi. Xo'sh do'stlar, bu bizning bunkerimiz bo'ladi. Agar nimadir bo'ladigan bo'lsa, shu yerga kelaveringlar. Kirasizlar, o'zlaringizni davolaysizlar va yana jangga. Agar men birinchi halok bo'ladigan bo'lsam, sizlar bilan faxrlanaman do'stlar. Xavotir olma Haydarchaman. Qani do'stlar, tayyorlaninglar. Hujumga! Hujumga! Au! 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 Jirursin, men yonyapman. Qani, bo'la qol Haydar Chaman, hamma umidimiz sendan. Au! 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 Spawnerlarga fakellarni yaqinroq etish kerak. Opa, bo'ldi. Biz Ender ajdarhosini oldiga borishga tayyormiz. Mana endi joyini salgina kengaytirishimiz kerak, ularni o'ldirish osonroq bo'lishi uchun. Wow! Shuning uchun bizga kengroq platforma kerak. Biz spawner zonasini kengaytirayotganimizda bir narsani o'ylab qoldik. Biz olovli tayoqchalarni xavfsiz joyga saqlashimiz kerak. Kimdir mana bu yerga sandiqni o'rnatsin. Bo'ldi, hozir. Xo'sh, sizlar jangga tayyormisizlar? Hozir ular yovvoyiga o'xshab kelishadi. Men fakellarni olyapman. Jin ursin, men ulgurmadim ham. Qani, och bakaniga. Ular menga qarab o'tyapti. Tashqaridan. Au, 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 au. Au! Jin ursin, hozir men o'laman shekilli. Yo'q. Men seni buyumlaringni olaman. Bitta tayyor. Borib uni sandiqqa solib kelaman. Do'stlar, yaqinroq kelinglar, devorga yaqinroq turamiz. Mana u. Ovoz kelyaptimi? Ha, qiziqarli. Bir muncha muddat biz olovli tayoqchalarni terdik. Menda 8 ta bor. Menda esa 9 ta, 10 ta bo'ldi. Va nihoyat biz keraklicha terib oldik. Menimcha yetarli. Yana Nezerda nimadir qilmoqchimisizlar? Kiray marvaratlardan kerak. Marvaratlar faqat endermenlarda bo'ladi. Bo'ldi, bo'lmasam olg'a endermenlarni qidiramiz. Xo'sh, biz ko'p biomalarni qidiramiz. Ularning daraxtlari yumshoq bo'ladi. Bu vaqt ichida Chandler olovli tayoqchalarni borib yashirib kelyapti. Va nihoyat biz izlaganimizni topdik. Menimcha salgina uzoqroq ekan. Ha, shunday. Nolan! U meni oldi bilan o'tmoqchi edi. Men hech narsa qilganim yo'q, bir joyda turgan edim. Biz shunday vaziyatda keldikki, hozir hammani kallasi o'chgan vaqti. Chunki hamma charchagan. Shunaqa ham charchadimki. Jim, turing. Shovqinlanmang. Xo'sh, endermenlarni qanday qilib o'ldiramiz? Mana ko'ryapsanmi? Marmoq qaychi usulida turibdi. Ochmoqligiga qarab solasam o'ldirasan, tamom. Xullas, marvaratlarni yig'magunimizcha bosqinchini qilaveramiz. Nolan o'z ishini ustaligini bilganimizdan so'ng, marvarat terishni uni o'zini zimmasiga topshirdik. Men esa obsidian teraman. Hozir sehrli stol yasayman. Qoyil, 30-daraja. Boom. Sehrli stol ham tayyor bo'ldi. Do'stlar, agar biz navbat bilan dam olmasak, finalga chiqqanimizcha miyamiz oyog'imizga tushib qoladi. Lekin men hali charchaganim yo'q. Lekin men kim charchaganini bilaman. Jin ursin, nima balo, hech kim dam olish niyati yo'qmi? Birinchi kim dam olishi aniq-ku. Mayli, o'zingiz bilasiz, birinchi men borib dam olaman. Voy! Nima bo'ldi? Nima balo, jangdan oldin dam olishimni xohlamayapsanmi? Oshna, turorningdan o'yinni tugatishimiz kerak. Nima xohlaysizlar mendan? Nima men o'lishimni xohlayapsizlarmi? O'zi singan kravatning ustida yotibsan. Turorningdan o'yla. Do'stlar, mana endi asta-sekinlik bilan ajdarho bilan jangga borsak ham bo'laveradi. Do'stlar, salom, men qaytib keldim. Men sizlarga kiray marvaratlardan olib keldim. Ura! Va nihoyat biz marvaratlarni va olmoslarni oldik. Mana endi qo'rg'on tomon olg'a. Xo'sh, ko'raylikchi.
Biz to'g'riga borishimiz kerak ekan. Qayerga ketyapsizlar? Portal Ven nimaligini bilasanmi? Esingdami, oldingi videoda sehrli portalga kirgan edik. Nimalardir qo'yib chiqqan edik, to'g'rimi? Aynan mana shu portal tomonga boryapmiz. Kecham tushib qolay dedi. Do'stlar, mana endi kravatlarni yaqinroqqa qo'yish vaqti keldi. Xo'sh, demak. Ha, nima demoqchi eding? Meni invertarimda o'yinroq qoldi. Xo'sh. Mana bu oq ayiqlarmi? O'ldiramizmi bularni? Hoy, o'zi bular o'lim yoqasida turibdi. Iye. Do'stlar, men baytal chaman bilan boryapman. Xo'sh, yana bir marta sinab ko'ramiz. Yer ostiga kirib ketdi. Demak, yer ostini kovlaymiz. Uxlaymiz do'stlar, uxlaymiz. Borgan sari kravat yumshoq bo'lib boryaptimi? Hoy do'stlar, bugun 50-kun. Ura! Men hali ham yo'ldaman. Biz portalga yo'l kovlagancha Haydar chaman bizga deyarli yetay deb qoldi. Onqa uydan keliyotdim, anqayib yer la'nati. Jin ursin, baytal chaman qilib qoldimi? Yuraveli. Haydar chaman kelyapsanmi? Yoki nima balo, yo'lga muzlab qoldingmi ot-poting bilan birga? Men baytal chamanni bilmasdan o'ldirib qo'ydim. Baytal chaman o'ldiroshna. Mana endi alamimdan borib ichsam kerak. Borib toza sut ichib kelmasam bo'lmaydi. Injirsan, g'orni kattaligiga bir qarang. Nima, pastda g'or bor ekanmi? Ehtiyot bo'lish kerak, ehtiyot bo'lish kerak. Injirsan, men o'ldim. Creeper shundoq qilib oldimda portladi. Oshna, men seni tushunaman. Tiriklardan faqatgina men bilan Chandler qoldik. Injirsan, unda sehrli kamon bor ekan. Yo'q. Injirsan. Mana endi tirik qolganlardan faqatgina men qoldim. Biz yutqazib barcha buyumlarimizni yo'qotishimiz mumkin. Barchasini yo'qotamizmi? Uyqu vaqti keldi. Hozir uxlaydigan vaqtmi? Jin ursin, men bolakay zombiga yutqazib o'tiribman. Jin ursin. Chandler, barchasiga sen aybdorsan. Bizda sandiqda yog'och ham yo'q. Xo'sh, biz nimalarni yo'qotdik? Hammasini. Biz 10 soat ichida yig'ib terdik. Mana endi hammasini boshdan boshlaymizmi? Yana daraxt chopamiz. Yer la'nati. Billah. Haydar chaman, ovozingni o'chirib turib bilasanmi? Hozir yoqmayapsan. Xo'p, lekin menga o'rgimchak hujum qildi-da. Mana 56-kun ham boshlandi. Biz 4 ertalab bilan barchasini boshidan boshlashga qaror qildik. Grindel tajribasini tayyorlab bilasanmi? Tayyorlayman. Men yana marvarid qidirishga boraman. Men endermenlarni ovlaydigan ovchiman. Men esa yana g'ordaman. O'ylaymanki, bu oxirgi marvarid yig'ishim. Bizda yaxshi kamonlar bor, faqat o'qlari yo'q. Haydar chaman, sen tovuqlar fermasini qurib bilasanmi? To'g'ri, agar o'qlar ko'p bo'lsa, bizda imkoniyat ko'proq bo'ladi. Bo'ldi, men sizlarni tushundim. Menga yordam kerak. Hech kimning ishi yo'q men bilan. Nima balo, imtihonga tayyorlanyapsanmi? Bilmagan narsalarimni o'qib o'rganaman-da. Nolan, sen nima qilyapsan? Men hali marvaridlarni qidirib yuribman. Xullas, menda 21 ta marvarid bor. Xo'sh, sizlarga yetadimi? Bir nechta tovuqlarni bug'doy, qovoq, qovun yoki bo'lmasam lavlagi. Do'stlar, qo'yinglar, men orqaga qaytyapman. Xudoga shukr. Do'stlar, men orqaga qaytib keldim. Hoy, Chandler. Nima? Marvaridlar menda. Nima gap? Men bu marvaridlarni olishim uchun 21 ta endermenni o'ldirdim. Kimga gapiryapman shuncha gapni? Mana meni eshityapman. Meni eshityapsan, lekin ko'tingni nima qilib yotibsan? Iltimos, menga gapirmanglar. Do'stlar, ozgina dam olinglar. Men qanday qilib bo'lmasin, bu tovuqlar fermasini quraman. Oldingi safar biz yutqazgan edik, chunki uyqu yetmagan edi. Xullas, biz Chandler bilan ozgina mizg'ib olamiz. Chunki oldinda bizni Ender ajdarhosi bilan jang kutyapti. Sizlar tushunishingiz uchun ertalab tongi 6 bo'ldi. Biz kechasi bilan Minecraftda ishlab chiqdik. Xo'sh, Nolan, ular dam olaversin. Faqat sen bilan men qoldik. Ha, shunday. Qani, tip. Xo'sh, keyingisi nima edi? Biz tovuqlarni ko'paytiryapmiz. Mana endi tovuq fermasini qurishim kerak ekan. Uning uchun menga nihoyatda ko'p material kerak.
Ha, 77-kun. 77-kun. Hozircha o'zimni yaxshi his qilyapman. Meni boshim og'riyapti. Yana birozgina ishlab turgin. To'qsoninchi kun. To'g'risini aytsam, men oldin spawner qurmagan edim. Tushunursan, bu meni anchagina vaqtimni oldi, la'nati. Va nihoyat men spawnerni qurib tugatdim. Kutib oling do'stlarim, bugun 95-kun boshlandi. 95-kun. Buvijon yana ozgina uxlay. O'zi turish niyatingiz bormi, yo'qmi? Yo'q. Men bilan faxrlanasizlarmi o'zi? Barakalla. Meni uyg'otmasang faxrlanaman. Buning uchun anchagina kitoblardan foydalandim. Ovozing o'chsin. Yuzingizdan nur yog'ilyapti-ya. Va nihoyat, endi sizlar men bilan. Xo'sh, seni spawnering o'zi ish beradimi yoki yo'qmi? Albatta ishlaydi. Kechqurun bo'lganda moblar spawner orqali tushadi. Xullas, ularni suv tortib oladi. Tushunishim bo'yicha ularni suv yuvib tushiradi, to'g'rimi? Kitobda shunday yozilgan edi. Xo'sh, moblar qayerda? Hali sinovdan o'tkazmagan edim. Mayli, hech qisi yo'q. Shunisiga ham rahmat. Rostdanmi? Oldin bu yerda nishon qo'yiladi. Keyin esa ular pastga tushadi. So'ngra ularni bir zarbada o'ldirasan. Keyingi videoda spawner qurish sening zimmangda bo'ladi. Bo'ldi, gap yo'q. Janoblar va janoblar, kutib olinglar. Meni sizlarga sovg'a bor. Mol go'shtimi? Xom go'shtni nima qilasan? Bu xom go'sht emas. Xo'sh. Bu bizlarga kuch beradi. Bu juda ham shirin va to'yimli. Buning nomi Anilan torti deb nomlanadi. Xullas, gap bunday. Biz o'likday charchaganmiz. Nolan, Labay. tortni vulqonga uloqtir. Chunki bizning qonimizga glyukoza kerak. Qo'yni. Qara, bu yoqqa olib kel. Bu haqiqiymi o'zi? Buni kesish uchun hech vaqomiz ham yo'q. Jin ursin, shumi Anilan torti? Tortmasa tort bo'libdi. Jin ursin. Shunaqa ham tort bo'ladimi? Hoy, nima qilyapsan? O'zaro shular yovvoyiga o'xshab yashayapmiz-ku. Shuning uchun qornim och xullas. Do'stlar, tayyorlaninglar. 2 daqiqadan so'ng qo'rg'on tomonga yo'l olamiz. Yo, xudoyim. Zirhli kiyimlarni kiyamiz. Do'stlar, oldingi safar qo'rg'onga bormasdan hamma o'lib qolgan edi. Xullas, bizda 2 ta variant bor. Xullas, o'yinning darajasi qiyin yoki bizga o'yin qiyinlik qilyapti. Yoki bo'lmasam biz taslim bo'lamiz. Hech qachon taslim bo'lish yo'q. Bo'lmasam buni isbotlaymiz. Har ehtimolga qarshi ogohlantirib qo'yaman. Agar Ender ajdarhosi yana bizni o'ldiradigan bo'lsa, biz bu yerdagi barcha ovqatlarni olib blenderda aralashtirib uni ichamiz. Ko'ngil aynishiga 100% garantiya beraman. Buni 100 marotaba qaytarishingiz mumkin, lekin men sizlarga va'da beraman, biz g'olib bo'lamiz. Har ehtimolga qarshi aytdim. Xo'sh, ko'ramiz Marvarat qayerga ucharkin. Jin ursin, shu yerda ekan-ku. Ha, do'stlar, kovlanglar, yer ostida ekan. Chandler, bu yoqqa kel. Bunga bor qara. Qo'yli. Biz deyarli portalga keldik. Yo'g'i? Bunaqasini oldin ko'rmagan edim. Wow. Menimcha men topdim. Ha, men topdim. Ha. Yo, xudoyim, yana qancha kerak ekan-a? Yana 11 ta. Yana bitta. Bu bitta hech qachon tugamaydi-da. Xo'sh, do'stlar. Qoyil. Do'stlar, boshingizga qovoqlarni kiyinglar. Biz bu xonada Minecraftning hisob-kitobi bo'yicha 99 kundan beri shu yerdamiz. Va nihoyat oxirgi kun. Yoki biz Ender ajdarhosini o'ldiramiz, yoki bo'lmasam blenderdagi bo'q bizni oshqozonimizni o'ldiradi. Jin ursin, hozir qayd qilyapman. Yoki biz ajdarhoni o'ldiramiz, yoki bo'lmasam obunachilar bizni ustimizdan kulishadi. Ja, kulishmasa kerak. Do'stlar, men hazillashmayapman. Oxirigacha boramiz. Portalga oxirgi kirgan loh. Bu men emas. Biz undalaymiz. Hoy, platformadan bir-biringizni itarmanglar. Juda qo'rqinchli. Qani hamma jim. Jin ursin, men hech nimani ko'rmayapman. O'zi bu qovoqdan biron bir foyda bormi? Qovoqni yech, 100 ta endermenlar oldingda paydo bo'ladi. Xo'sh, endi nima qilamiz? Haydar chaman, sen baland binolar ustidagini sindirishing kerak. Opa, bittasi tayyor. Biz bugun Minecraftdan o'tamizmi? Men tayyorman.
Mana bu jin ursin qovoqdan hech nimani ko'rmayapman. Men yuqoriga ko'tarilyapman. Iltimos ajdarho menga tegma. Jin ursin sal qoldi o'lishimga. Meni ishongim kelmaydi. Men hali ham tirik yuribman. Opa, bittasi tayyor. Yana bittasi ketdi. Bo'ldi, qo'yil, biz barchasini sindirdik. Do'stlar, mana endi ajdarhoga hujum qilinglar. Ajdarhoga. Jin ursin, men ajdarxoni bo'qini bosib oldim. Nima balo? Shunaqa ham chalpakday bo'ladimi? La'nati. Jin ursin sal qolsa o'lib ketardim. Do'stlar, uni deyarli yarim joni ketdi, yarim joni. Bosinglar. Au. Hozir men uni bo'ldi. Men deyarli o'ldim, deyarli o'lay dedim. Sen hali bizga keraksan. Men tek qazdim. Yana bir kishi o'tsin. Qani olg'a. Olg'a. Qo'yil, men tek qazdim. Qo'yil, haydarchaman ajdarxoni o'ldirdi. Qo'yil. Ura! Barakalla haydarchaman. Ha, men buni uddalashimni bilardim. Biz buni uddaladikmi? Biz buni uddaladik. Ha! Biz uddaladik. Urg'a! Xo'sh, demak barchasi tugadi. Ha, Xudoga shukr. Og'riq keltiradigan datchiklarni o'chirib qo'yaman. Biz uddaladik. Meni haligacha ishongim kelmayapti. Ishonaver oshna, uddaladik. Xo'sh, buni nima bilan nishonlaymiz? Masalan, men hozir uxlayman. Men ham borib uxlayman. Lekin nimagadir men bu o'yinni tark etishim kelmayapti. Lekin hozir emas, keyinroq. Do'stlar, agar sizga video yoqqan bo'lsa, albatta like bosib, Angelon o'z YouTube kanaliga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin.